qizlar tarbiyasi. Qizlarga qilinadigan xos muomala. Jahiliyat davrida arablar qiz farzand ko'rsa, bu qiz ko'rdingiz degan xabarni eshitsa, yuzi qorayib ketar edi. Qiz bolani yomon ko'rishar edi. Qiz bolan tug'ilishligini o'zlariga bir foyda deb bilmas edi. Islom qiz farzandni aziz mukarram ekanligini shunday odamlarga bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Bu hadis Imom Termiziy Abu Dovuddan Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu rivoyatida. Rasululloh aytadilar: "Man kana lahu salasa banatin aw salasa akhawatin aw bintani aw ukhtani fa'addabahunna wa ahsana ilayhinna wa zawwajahunna falahul jannah." Kimni 3 ta qizi bo'lsa yoki 3 ta opa-singlisi bo'lsa, yo 3 ta qizi bor, yo 3 ta opa-singlisi bor, yoki 2 ta qizi yoki 2 ta opa-singlisi bo'lsa, bas ularga odob bersa, ularga yaxshilik qilsa va ularni turmushga uzatsa, bas u uchun jannat bo'ladi. Birodarlar, qizlar, qiz farzandlar jahannamdan parda ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadislarida. 2 ta qizing bormi, 2 ta singling bormi, opang bormi, kim bor? Chiroyli muomala qilsang, tarbiya qilsang, yedirsang, ichirsang, turmushga uzatsang, sen uchun jannat deyapti. O'g'il tug'sa deb xursand bo'lamiz, qiz desa hali balon qo'yib yuboradi-da. Subhanalloh, qiz ham farzand, o'g'il ham farzand. Qizni ham Alloh beradi, o'g'ilni ham Alloh beradi. Ong'irab qo'ying. Sen qayerdan bilasan, o'g'il foydami senga, qiz foydami? Ya'ni qiz bolani hurmatli ekanligi, muhtaram ekanligi mana shu hadisdan bilinib turibdi. Mana shu farzandlarning tarbiyasi va xususan qizlar tarbiyasida qizlarimizga nomahram erkaklar bilan, begonalar bilan aralashib yurishlikdan ehtiyot bo'lishi kerakligini yoshligidan ta'lim beraylik. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Ma xola rajulun bi imrotin illa dakhala shaytonu ma'huma." Bu hadis Imom Tabaroniydan. Bir erkak o'ziga nomahram bo'lgan bir ayol bilan xilvatda qolar ekan, yolg'iz qolar ekan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Shuning uchun qizlarimizga yoshligidan begona erkak bilan yolg'iz qolmasligi, erkaklarning ichiga kirib aralashib ketishdan o'zini ehtiyot qilishni o'rgataylik.